Natijasi qanday bo'ldi? Natija a'lo. 4-5 umurtqa oralarida 3,5-3 santimetrlik kirjani aniqladi. Shu olgan dori darmonlaringizdan qanday foyda ko'rdingiz? Aytganlardan hammasini qildingiz. Hammasini. Bugun navbatdagi oldingi bemorimiz hozir tuzalgan, sog'aygan ukamiz bilan uchrashib turibmiz. Bu kasallik sizda qachon boshlangan? Mening ismim Asadbek, yoshim 24 ta. Men 2024-yil may iyun oylari doktorga ko'rindim. Doktor 4-5 umurtqa oralarida 3,5-3 santimetrlik kirjani aniqladi. Ikkita kirja. Keyin 3 oydan ortiq 3 kilo yukdan og'ir ko'tarish mumkin emas. Keyin 1,5 million so'mlik dori-darmon yozib berdi. Ularni qabul qildim. Shu olgan dori darmonlaringizdan siz qanday foyda ko'rdingiz? Oy mobaynida olgan dorilarim menga ta'sir qilmadi, ta'sirini sezmadim. Ta'sir qilmagandan keyin 10-avgustda menga murojaat qildingiz, ha? Ana shu 10-avgustda men sizga muolaja tayinladim va shu muolajadan keyin 1-sentyabr kuni bu kishi o'zini tuzalganini menga aytdi. Va u juda yaxshi bo'ldi shu tuzalib ketgani. Sizga bergan giyohlarim ta'sir qildimi? Albatta. Tavsiyalardan hammasini bajardingizmi? Hammasini. Aytganlardan hammasini qildingiz. Hammasini. Natijasi qanday bo'ldi? Natija a'lo. A'lomi? A'lo. Bu yaxshidan ham a'lo ekan. Prям a'lo. Aha. Natija zo'r.